Muntazam ko'pburchakni ichidan olingan ixtiyoriy nuqtadan uning tomonlarini o'z ichiga olgan barcha to'g'ri chiziqlargacha bo'lgan masofalar yig'indisi o'zgarmas son ekanligini isbotlang debdi masala shartida. Hop, demak, ko'pburchagimiz uchlarini belgilab chiqamiz. A1, A2, A3 va hokazo AN. Muntazam ko'pburchak bo'lgani uchun tomonni A desak, barcha tomoni A ga teng bo'ladi. Hop. Ichidan olingan ixtiyoriy nuqtani shu yerdan olamiz. Bizga yaxshiroq tushunish uchun shu yerdan tanlab oldim. Ixtiyoriy nuqtadan tomonlargacha bo'lgan masofa deganda shu tomonga tushirilgan perpendikulyar kesma uzunligi aytiladi. Barcha tomonlarga perpendikulyar kesma tushirib chiqamiz. Va hokazo. Bularni mos ravishda H1, H2, H3, H4, H5 va hokazo shu ko'rinishda. Shu H1, H2, H3 va hokazo HNlarni yig'indisi o'zgarmas son ekanligini isbotlang deyapti. Endi muntazam ko'pburchagimiz uchlarini biz tanlab olgan ixtiyoriy O nuqta bilan birlashtirib chiqamiz. Dastlab uchburchak A1 N ga e'tibor beradigan bo'lsak, bu uchburchakning yuzini S1 bilan belgilasak, uchburchakning yuzini topish uchun asosga tushirgan balandlik ko'paygan asosini yarmiga teng. Uchburchakning yuzini topish formulasi. Ikkinchisi, uchburchak A1 A2 ni yuzini topish formulasi S2 H2 ko'paygan A taqsim 2. Ya'ni H2 bu yerda biz tanlab olgan ixtiyoriy nuqtadan tomongacha bo'lgan masofa uchburchak A1 A2 uchun balandlik vazifasini bajargani uchun H2 ko'paygan A taqsim 2 ga teng. Uchburchak A2 A3 dan S3 ni topadigan bo'lsak, hop, H3 ko'paygan A taqsim 2 va hokazo. Uchburchak AN-1 AN ni yuzini topadigan bo'lsak, ya'ni SNimiz teng HN ko'paygan A taqsim 2 ga teng. Barcha yuzini qo'shib yuboradigan bo'lsak, bizda S1 plus S2 plus va hokazo plus SNimiz teng bo'lyapti. Bu tomonda o'ng tomondagi yig'indidan barchasidan A taqsim 2 ni qavsdan tashqariga chiqarsak, H1 plus H2 plus va hokazo H3 ga teng. Hop. Bu yerdan yig'indini o'zini topadigan bo'lsak, H1 plus H2 plus va hokazo. Bu yerda H3 emas, HN edi. Va hokazo HN tenglik. Hop, 2 ko'paygan S1 S2 plus va hokazo SN taqsim A ga teng. H1 plus H2 plus va hokazo plus HNimiz tenglik. Barcha yuzlarni yig'indisini S bilan belgilaymiz. S taqsim 2A. Endi shu yerda e'tibor beradigan bo'lsak, bizda masala shartida ko'pburchak berilgan, ya'ni ko'pburchakdan ichidan olingan ixtiyoriy nuqtadan. Ko'pburchak bizga berilgan bo'lgani uchun bu ko'pburchakni yuzi bilan tomoni ma'lum son bo'ladi, ya'ni o'zgarmas qandaydir songa teng. O'zgarmas sonni 2 ga ko'paytirib, yana o'zgarmas songa bo'ladigan bo'lsak, bunimiz doim o'zgarmaydi. Konstanta. Ya'ni yuzi bilan tomon berilgan bo'lgani uchun 2s taqsim A'imiz o'zgarmas son. Demak, bizda ichidan olingan ixtiyoriy nuqtadan uning tomonlarigacha bo'lgan masofalar yig'indisi o'zgarmas son ekanligini isbotladik. Hop, endi bizda izoh berib ketamiz. Ichidan olingan ixtiyoriy nuqta quyidagi ko'rinishda bo'lsa-chi, ya'ni balandligimiz tomongacha bo'lgan masofa shu balandligi davom ettirgan tomonimizga tushsa-chi, unda ham ahamiyatsiz, bir xil yuqoridagi kabi bir xil ishlanadi. Yana tomonlargacha H2 balandlikka tushiramiz.
Bu tomon davom ettiramiz. Shu tomon davomiga h3'imizni belgilab, yana markaz bilan uchlarni tutashtiramiz va yuqoridagi kabi bir xil bo'ladi.